Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, chorva qoramol ishqibozlari, halol baraka obunachilari va kanalimiz mehmonlari. Xo'p, hurmatli obunachilar, bugun biz Toshkent shahri Hasanboyga kelganmiz. Shu yerda bitta bosh g'unajinimiz bor, gibrid. Shuni video obzorini qilib beramiz, qo'ldan kelgancha yoritib beramiz. Videomiz yoqsa albatta bitta like tugmasini ayamaysizlar. Kanalimiz mehmonlari, kanalga obuna bo'lishni unutmaymiz. Shunda biz kiritib borayotgan videolarni birinchilardan ko'rasizlar, xudo xolasa. Hop, bir chekkadan boshlaymiz. Assalomu alaykum Anvar aka. Yaxshimisiz? O'sha mashhur sementalchi aka nomi bilan tanilgan Anvar aka. Mana gulini olib kelibsiz Anvar aka? Ideali keldi. Mashalloh. Shu bitta mana sosga xaltadan ko'rsatib qo'ying. Ko'ryapsizmi? Mashalloh. 4 dona orasi ochiq-ochiq. Zapaska mapaskasi yo'q. Xudo xolasa, olgan odam Xudo xolasa zo'r baraka qiladigan variantlar bo'ladi aka, nasib bo'lsa. Kindeklarni ani mashina mayda juda kriterilari bor. Kindeklari ham kelgan. mana kinnelar ham kelgan xudo xolasa. Sosdan turib soskasi ham ko'rinadi aka. Mana shu yerdan bitta ko'rsating shuni xaltasini. Mana hurmatli obunachilar. Endi chal vaqtdagi bu telefonda katta kichik ko'rinadi. To'ppa-to'g'ri. Mana men rasamatimdan bichimini qo'yaversa, ehtimol chap mana taxmin qilib bo'ylarini ham o'lchab beramiz, xudo xolasa. Taxmin qilib. Mana bismillahirrohmanirrohim deb. Mana bu yoqqa o'tib olgan aka. Mana buru qani mana tega yerda. Jonivor. Tek. Mana yerda turibdi metrimiz. 1.30 ga yetmadi. 1.30 ga xiyol yetmayapti. 1.30 nari bersa ekan oldi. Mana endi orqasi. Buni prosta bilib olsa, chamalab olasizlar-da, hurmatli obunachilar. O'zingiz uchun chamalab olish kerak. Mana 1.35. Mana hurmatli obunachilar. Buni metrga solib berishimizning sababi uyda mollarga solishtirib, hani onlayn savdo qiladigan aka-ukalarimiz bor. O'shalar bemalol solishtirib. Xo'p, Anvar aka buni endi kelib chiqib nasl nasabini gapiring buni endi. Dilmurodagi bu fermadan chiqqan mol. Xo'p. Shoxini kecha oldirtirdim. Shoxlarni kuydirib qo'ydingiz. Kecha shoxlarni oldirtirib tashladim. Maşallah. Mana. Mana to'qol qilib qo'yibdilar mollarni. Quloq katta. Birka raqami 76, oxiri 16 mi bir bola? 76 16 ekan hurmatli obunachilar. Mavzu. Uje alib podada boqaman degan aka-ukalar bo'lsa, o't shunaqa qattiq yeyapti. O'tga kiribdimi uje? O't shunaqa yeyapti mana qarang. Eng qizig'i orqalarga e'tibor berasizlar. Onasini hamsa uje nima deydi? Har bir tomonlama kelib bo'lgan, bo'yi 1.35, fermada qochiradigan texnologiyasida 2 kurak bo'lgan. Qochishga tayyor ekan-da bu. Tayyor. Kuyik keladi, bu qo'yib qo'yaverishadi. Hozir buni yurishlarini ham ko'rsatib beraman. Aka bu nimaga gibrid bu? Hop, qarang, bu ikkita chempion birlashtirilgan. Bu bola bersa, bola sira jahon chempioni bo'lib tug'iladi. Xudo xolasa. Galstein Fries ona, ota Simental. Endi urug' qo'yilganmi yo'q, buqa chopganmi, unisini aniqini bilmayman. Ona Fries lekin. Ona Fries. Maşallah. Yetoni ikkita chempion birlashtirilgan. Tug'ilgan bolasi ham jahon chempioni bo'lib tug'ilaveradi. Hop, hurmatli obunachilar, bunga bitta narsasiga e'tibor berasizlar. Galstein Fries biladiganlar biladi, bilmaydiganlar bilmaydi. Xo'p, bu hali ori bo'lib, tirri bo'lib qolmaydi. Bo'yiga ham, eniga ham bir xil o'zgaradigan Galstein Fries o'shani bolasi ekan bu, xudo xolasa. Oyoqlarini qaranglar, mana. Mana bu iliklarning to'qligini ko'ryapsizlar. Mana oldi oyoqlar. Mana. Buni endi bitta yechingmi, yuruvlarni ham ko'rsatinglar buni endi bitta. Qani, Masha. Kel. Inshaalloh. Molimiz yoqqan bo'lsa bitta mashalloh deb qo'yasizlar. Voy. Boshqa-yu bu. To'nini ko'ryapsizmi? Hamma yog'i kelgan ekan, xudo xolasa hurmatli obunachilar. Mana. Mana shu yerda mana bitta ko'ringlar mana. Shunday turing, bitta oling, rasmga oling yoki. Mana keting. Olgan odam mazza qilib boqadi. Aka, olinglar, olib borib boqib sigir qilinglar, xudo xolasa mana shu sigirlar 55 million, 60 millionlik sigir bo'ladi, mana shu bo'g'oz bo'lsa, 5-6 oylik bo'g'oz bo'lsa. Qani, oka? Eniga ham, bo'yiga ham gul. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Endi buni hozir videoda qanaqa ko'rinyapti bilmayman, kelib jivoy ko'rsanglar, boshqa dunyo. Nuqson degan narsa yo'q ekan, xudo xolasa molda. Yebichlar var zo'r. Kechadan meni aytolmanu. Kun bo'yi oldimizda dala ko'kotga boylab qo'yib, bugun beda bersa, bedaga qaraysiz. Bo'lmasam o'tgan kuni kelgan kunida
videolarini qilib qo'yganman deb bedani qanaqa yeyapti, siyosi qanaqa yeyapti. Bugun o'sha ani ko'kotdan keyin bedaga qaragisi ham kelmayapti. Kel jonivor, yurib ber, chiroyli qilib. Bitta yurg'izib bering oyoqlarini, bitta ko'rsatinglar shuni. Mana 4 ta oyog'i butunligiga, yeb ichishiga, hamma narsasiga xudo xolasa mana javob. Mana oldilar, to'ting oldilarni ham to'shlar, voy, mashalloh. Mana to'sh chiqaringlar mana. Mana hurmatli obunachilar, to'sh. Rost mana sigir bo'ladiganidan ekan lekin. Terisi ham yupqa, do'xtaka buni. Sigirlarni tushunadigan odamlar o'zi biladi. Mana terisiga qaraydi. Mana mashtan turuni qaranglar mana. Hurmatli obunachilar, bezlariga qaraydi. Tomoni telefonda katta, kichkina ko'rinishi mumkin. O'shani hisobiga hozir metrga tashab berdi. Mana Anvar aka bo'ylardan ham solishtirib olsanglar bo'ladi. 1.35 plus minus. Xo'p, Anvar aka buni narxiga keladigan bo'lsa, narxini ish bilan eng muhimi. Dilmurod aka. Abduxtaga. Abduxtaga uzun. Qani sizga bitta savolda, aka, yuribsiz fermalarda, shuning ichida yuribsiz. Nech pul sotilyapti mana 3 oylik sutdan chiqqanlari? Aka 3 oylik sutdan chiqqanlarni 25 million ham ko'rganmiz. 25 million, 26 million o'zida ham sotib turibmiz. Arzon oldik, arzon sotamiz. Shunaqa. 27,5 million xayri bor. Mashalloh. 27,5 million xayri bor. Ozgina xayri bor. Sunnatiga o'tib beramiz. Sunnatiga savdosini qilaverasizlar. Dastlabki xizmatlari qanaqa Anvar aka? Undan so'rash uni ham emas o'zi 12 viloyatga bor dastlabkasi xudo xolasa. Ochma aka, yeri ishtilarini. Mana ovorasizlar, kuyikkanda shunday qo'yib yuborsanglar xudo xolasa boshqa dunyo. Mana hozir pauzaga qo'yib tursa, shunday ko'kotga olib chiqaman. Birda o't yeyishni ham ko'rsatib olasiz aka obunachalaringizga. Ha, jonivor. Hozir buni yedi ishtilarini ham ko'rsatamiz hozir. Mana hurmatli obunachilar, so'z isboti bilan Podada boqaman deydigan odam. Podada boqaman deganlarga mana tayyor o't yeb turgan, o'tga ham kirib bo'lgan molimizni. Kechigunda kelganda mashlar chanoq bosayotdi, quruq qilib qo'yibdi jonivor. Mashalloh. O't yermikan, yemasmikan degan. Ha, o'shanga ko'rsatib beryapmiz hozir mana. Hozir mol qoni to'q, xirsti to'q. Endi yemasa ichmasa mol bunaqa bo'lmaydi Anvar aka. 27,5 million oz-moz xayri bor. 27 million o'tib berasiz. Ozgina o'tib beraman xudo hozir, sunnatiga o'tib beraman. Joni sog'. Qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar. Telefon nomerlarini opisaniyada qoldiramiz. Mana, mashalloh. Tomoni men endi o'zimni ko'zim bilan ko'rdim, kelib ko'rsanglar boshqa dunyo. Telefonda qanaqa ko'rinyapti bilmayman. Mana, umuman nuqsoni yo'q mollar. Qiziqqan aloqaga chiqaverasizlar. Hammaga rahmat. Ketkizgan vaqtingizga rozi bo'lasizlar. Videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like ayamaysizlar, bang'alab tashlaysizlar hurmatli obunachilar.